Kaori ikki savodisi bilan rasm ko'rish bonusida Togawadagi Yoshitaki oilasiga boradi. Mushundaq yozsam bo'la. Bek bir so'z qistirib qo'ying. Yangla. Sizni avar qildik. Ajab adabli qizlar aka. Shu cho'shi qizlar to'liq o'rta maktabning o'quvchisi-kanda bular. Bumi? Shu. Ajab obdan bo'ldi. Kaorini bek o'xshatibdi. Modelda bu. Bizning Toni bu modelni tramvayda ko'rganmish. Bu sizga deyman. Kaygingizni keyin o'qib qolsa cho'qim o'kinadi. O'g'lim bilan sardina beliq tutqil chiqib ketgan. Bu rasmni Tonining aks otgan shundaqmi? Shundaq. O rasm siz ishga yeriz o'xshamamdi. Undaqmi emas. Bizning so'kichi vafodor o'g'il uning dadasining mengisiga qon tushib o'rnida 5 yil yetib qoldi. Bu rasmni setib olib dadasining o'diliga esib qo'ydi. Bu bizning ailemizning beliqchi kemisi deb so'radi. Qarg'anda so'kichi bu model qiziq kuyib qolgandek qiladi. Bu rasmdan sodili ko'zni uzmaydi. Voy, to'g'ri. Togawa 7-qora. Ma'qul, bo'ladi. Sizga kepti. Jinda apandidan kepti. Voy. Shundaq. Shu gap chiqib edilar, mahalliy komiteti pas-pasiya tutyotdi. Ablah. Portning remote ishini endi keyinga sursak bo'lmaydi. Bu beliqchilarning hayot mamatiga munosabatli zo'r ish. Bu ishchilar uyushmasining raisi belni qo'yib qamshamdi. Hech qisi yo'q. Bu ish so'kichi oilasi bilan tugamaydi. Bu ishqa chaqchaq qilma. Navoda chataq chiqib qolsa, hammamiz harakat kelib, mahalliy komitetiga namoyish qilib boraylik. Shunchalik ish qilmoq jur'at qilamisak bo'lmas. Bugun sizni avar qildik. Sardina beliqini ancha yemidinglar. Yeb beringlar. Bu xil beliqning bahosi arzon bo'lgani bilan oziqlik qiymati yuqori. Cho'qim yeymiz. Xo'sh emsa, xo'sh. Kaori Yoshitaki Sokichi. Yoshitaki Sokichi degan xat zoda qaysi deb cho'nqur o'ylandi. Sana nim bo'ldi, hamga ketib ketding-ku. Uykunayotdi. Ko'zlagan odamini ko'rolmadi-da. Yo'q, gapni qilma. Men uni deb bo'lmadim. Undaq ichingga ketdi. Buning apsi g'ayratlik ayolkan. U uyda og'rib yotgan erdan xabar olgach, necha o'nlagan savossiz beliqchilar yetakchilik qildi ekan. Bu ishlarni ho'ydisidan chiqish umaymi? Vafodor ayolkan. Degining xata. Men mushundaqlarni mehribon ayol desa bo'ladi. Balkim uning vujudida tugamas bir xil kuch-quvvat paydo qiladi. Alaytan Togawa badinglarmi? Messi bilan Yuki birimiz deb turib oldik otam. U ikkisi burundilla tavakkul. Rasmni ko'rib baqayli deb bo'lgan. Iliq rasm ko'rdinglarmi? Ko'rdik. U rasmni qancha gapdi? Men nedim bilay. Kechiring. Opa, maktabni bitirgandan keyin men bir yerda ishlab boqaymikin deyman. Turibli bu parangni qilib qolding-ku. Hozir davr o'zgardi. Ayollarni uyga bekindirib qo'yish xurofiylik. Depaqqa, sen nima qila olaysan? İdari jamiyatda ishlayman. Bankada buxgalterlik qilsammi, tikchilik do'koni ochsammi bo'ladi-ku, opa. Bo'lmag'dak. Nimishqa? Odatda ayollar oil turmush yor bermaganda ishlaydi. Ya sening dadan kasal emas, ya oilamiz sodada sunig'ini yo'q, ya sen erdan tul qolgan ayol emas. Nimishqa ishligidaksan? Koni qaydiga eslaman, opa. Gap koni qaydida emas, yangi qaydida. Xizmat qilish o'ng'ay ish emas. Sen bularni bilmaysan. Haq qila olganni men nima ish qilamag'dakman? Sen bandokiyo bening qizi. Maktabni bitirsanglar, loyiqdan birini tepib, to'yingni qilib qo'yamiz. Dadangning xiyolimi shu.
Navadı bilgenini qısan, dadamın yüzüge set buludu. İşinin yolunu şu kadar bilmemsen. Aldığınızdan ötkizip koydum. Ulanın uygu bağmayman. Cahillığını koy. Çoğların gipini anla, qarğandı savaqdaşların naçar oqşaydı senin. Hey, suyi. Ət sadina biliği ekilin, Sen onu yemeydin go. Hazır amara xup kaldım. Qandaq pişirimiz? Kavap qılamız, yoki maydı pişiramiz. Maqul. Әтсе, чақырылмаған бір мehmon өйге келеді. Salam. Bu ayal Çoşi şəhərinin yoga qəhvəxanasındakı Miko Tiroko boludu. Bu qəhvəxanını Bando Kyobi Tiroko üçün içib bəgən. Mundaqça aytqanda, Kaori'nin apısı ikkinchi xotin bolsa, Tiroko onun üçüncü xotini idi. Tərəb ballı gep qaldım. Hava bağan seri soğup gitvatıdı deyse. Şunu dana. Dükkanның ticareti qanda qaraq. Degəndək əməz. Şundaqdımı aldıraş. Undaq əməzdi. On kəgəndə sizni bir oyun tükiləydigen. Ötken ay dükkanını yeni bir qatam sinnetildim. Məndə qəhvə işkidək pul yox. Devatqan gepinizni qarang. Mən sizden pul alattım mı? Ondaq deysiniz əmsə hərgiz bağımıq dəkmən. Bu öy həcəb mi azad iken? Bu öygümü uzun boldu. Mən sizden bir işini sorab kelib edim. Yeri cüzavati yeni öy samaqçı bolib etipdi. Anladınız mı? Kimgi selib atqanlığını anlamağansız haqqaça? Anladım. Yoşo yodun keladigan ayalga selib etipdi. Kimden anladınız? Xo'jayindan. Qachon anladınız? Degili uzun boldu. Xanımның bu yerda turduğunu het ötkenden keyin tex yaqindilar dedi. Tova. Acab oylamaptı mən. Xo'jayin menden sir saqlab yuribdi-kanda, men bu ishni haqdan anladim. Siz her kuni kechda uning bilan uchrashib turman degan-ku. Ne degani? U yaqindan beri aldirash bo'lib ketdim deb tutuq bermidi. U qishingizga pat-pat kelib turadigan o'xshamamdi. Yo'q. Nagan-naganda. Dapiqni biz endi qandaq qilsaq bo'la? Nimani deysiz? Xanım bu yer kelsa, xo'jayin texmiya boshlab ketadi. Sizning ahvolingizga yaxshi, biroq menga tas bo'ladi. Chunki cho'ng xinim mening ishimdan xabarsiz. Anglasa xafa bo'lamikin. Yoga qahvaxonasini qaytirvamizli bo'ladi-ku. Cho'ng xinim Yoshiyoda turadi. Begim bu yerga har yarim yilda bir qatim kelib ketib turadi. Shunga biz bu yerda azad yaşab keldik. Men özümni hazır onca azad his qilib ketmayman. Begim her qancha cho'ng imtiyozga ega bo'lgani bilan, cho'ng xinim ham ikki to'qili bilan birga tursa, ishlarni yo'lida hal qilib ketalish tas. Hatto oylik xarajatingizni ilishingizmi tasga to'xtatish mumkin. Ayting, u chaqda qanday qilamiz? Qanday qilatdim? Vaqti kelganda bir gap bo'la. O'ltirdi ekansiz-da. Amal qancha begimning degini hisob tursa. Kavaroi, endi ko'nglimizni yasab oltaqsaq bo'lmas. Ko'nglimizni yasab? Men bugun oldingizga birlik sab quraylikmikin deb kelgan. Bu nima deganingiz? Har qaysimizning kuchi cheklik. Shunga biz begimni birlashib hujjat yozib berishga qistaylik. U cho'ng xinim kelgandimi, turmushimizning rohatda o'tishi uchun yoga qahvaxonasini qaytirib olmaslikqa sizning turmush xarajatingizni burunqidek berib turishga va'da bersin. Men qo'shilmayman. Nimishqa? Ahvalda mayli qandaq o'zgarish bo'lsin, men qo'rqmayman. Men yeruvchi oilasiga malay bo'lib kelgandan beri qilmish 18 yil ichida bu oilaga nurg'un avvachchilik qilib keldim. Shundaq turuqliq begimga hujjat yozib bergan so'zni qilish tilimga qandaq bo'lsin? Bu vafoga jafo qilganlik. Bu gapchi men vafoga jafo qilib aytibman-da. Sizning ahvolingiz mening ahvolimga o'xshamaydi. Nari o'xshamaydi? Xinimning nazarida har ikkilimiz to'qal. Mening qizim bor. O texi qizim deb e'tirof qilgani yo'q-ku. Begim o'qishni bitirsa e'tirof qildigan bo'ldi. Og'zida deb qo'ygan bilan beka. Tilxat yozbadimi? Yana deydigan boshqa gapingiz bormi? Mendan yomonlab qolgan o'xshamamsiz.
Men nima deb yamanlaysiz sizdan? Chunki begimni sizdan tatib oldim, albatta mendan yamanlaysiz-da. O tarafini tushungan bo'lsangiz, endi qishimga kagich bo'lmang. Roy, manga undaq soğuq deyman. Men bu gapni sizga demay kimga deyman? Navada o meni yugadın qo'g'lab chiqarib etsa, men qandoq tirikchilik qilaman? Qahvaxonani hozir holatga akilish o'ng'ay demsiz. Kutkichi qiz topaman, mablag' sig'aman degan aroq ichishni o'rgatmisingiz texi, aroqkashlarning ko'nglini olmasangiz, yana texi. So'yi, mehmonni uzat. Xo'p. Mana mushundaq muomala qilamsiz. Bir molay ayolga nimancha nochilik. Qig'iningizga keyin pushaymon qilib qolmang yana. O ansirab qapti-da. Sen bo'lgan gapni angladingmi? Ha, anladım. Mana bu ayollarning jamiyatda ishligining oqibati. Nomusni bilmaydigan. Mana endi senmi shuni to'g'ri aytayotamsan? Nima deydigansiz, appa? Men sizga qahvaxona ochaman demagan bo'g'iydim. Baribir o'xshash. Ishlagan ayollarning hammasi shalloq bo'lib qoladi. La hajab tushundirib bo'lolmadim. Kechda Kaori o'z hujrasida xiyol dengiziga cho'kib ketdi. Mishiga uydagilar velosiped epadi. Uch qiz xushallik bilan velosiped o'rganishga kirishib ketdi. Velosiped ayni chog'larda oliy darajalik bo'yim sanaladi. Odatdagi oilalar ololmaydi. Bo'libmi, ayollar velosiped minsa, atrofidagilar g'alatilik his qiladi. To'g'ri. Astara, mushundaq deyin. Tipe. Avayla. Astara. Avayla. Mine. Bo'lyapti. Mana. Hayda. Bo'ldi. Tushmagansan? Asli qo'yib bermadingiz, qo'yib berib. Velosiped degan yolg'iz mindigan narsa. Hey! Nima kulsizlar? Kechiring, velosipedimiz men. Kulish bo'lmaydi. Kulishga bo'lmaydi. Yengiltaklik qilish bo'lmaydi. Yengiltaklik qilishga bo'lmaydi. Bugün etigen. Seherdə xan alilərimiz alimdən ötdü. Tayshu'nun 15-yili, ya'ni 1926-yili 12 ayının 25 günü tushki 1 soat 25 minut qolganda Tayshu xon Chibodagi o'rtasida olamdan o'tdi. Shu kuni 3 soat 11da hukumat Shahzoda Hirohitoning xon bo'ladiganligini jakarladi. Hukumat yana shu kuni jiddiy ishki kabinet yig'ini chaqirib, yangi yil nomini shuvaga o'zgartirish fikrini podshohga sundi. Ondan parlamentda rasmiy bekitib, shu kunilab buni butun mamlakatga jakarladi. Shuva degan bu ism 4 kitob 5 dasturning meg'izi bo'lgan Pufrag'i Nusrat Algi Aminiya degan ma'noni ichib beradi. Ko'nglim ajab yerim bo'ldi. Xon bilan Yerichu begim taqdimatlikladindi. Demak, Tayshu davri oxirlashibdi-da. Yangi yilda orch qo'ymamdiq. Bu yil orch qo'ymasak bo'larmikin? Undaqda yangi yil bo'lmaydi ekanda. Yeshing 1 yosh o'smaydi, yaxshi emasmi? Demak, yetlik bermaydi ekansizda. Yetlikni
O'xshash berme. Undaqda obdan bo'g'idek. Naqsh etishqi bo'lmaydi, saz musiqa chelishqi bo'lmaydi. Bu yuqurning belgilimisi, ma'qul. Yuga qahvaxonasini nesbasqidek, patifumu qo'yamog'dakda. Qahvaxon taqaldi. Usulchi qizlar ishdan to'xtab demib yurdi. Butun mamlakat xalqi xonga qorliq tutyotdi. Ular nimaga tayinib kun kechira? Boshqa tijorat qila amdi. Yana kelib bika talab erlar amdi u yerga hargiz bormaydi. Amdi yuvashli keptoda. Yuva emas, shuva. Shuva? Shuva. Yangi davr boshlandi. Yangi davr qandoq bo'ladigandir? Shaharning ichi timtas edi. Yangi yilda burunqidek daqidimliq sadosi anglanmaydi. Kaorixim. Qarang, yerichi zavodning odamlari. Ular kimning oldiga chiqqandi? Haqqattan Risko'di. Risko? Yoshiyodagi cho'ng xonimdan bo'lgan qiz. Tokio qizlar universitetida o'qiydi. Undaqda Kaori xonimning ochskanda shundaq. Shunga o'xshatib ekanman-da, ko'zlari, og'izlari qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekan. Ikkimiz qandaqmi o'xshaymiz? Undaq demang. Agar sizmi oshningdek chet elning kiyimini, oshundaq shlapini kiyib yiqinchi, uningdan chiroyli bo'lib ketasiz. Gap kiyimda emas. O tug'ilishida salopatlik tug'ilgani yo'q. Xenim sifat peshonasiga yozilganmi emas. Siz to'liq xurofiylik qilmang. Shundaqmi? Kaorining deganimi to'g'ridir. Men u qizni birlik etim ko'rgan. Yoshiyodagi cho'ng xotin, cho'ng oilaning bolasi. Ish qilib ko'zga salopatlik ko'rindi. Oila tarkibini tanlab olmaydi. Risko o'zi yolg'izmi ekan? Talati so'rim bir ayol hamroh ekan. Muz chiroy ayol ekan. Chiroyi manda. To'liq haqning g'aybatini qilma. Kechiring. Risko yengilni mishat o'tkazdi-kanda. U sendan 3 yosh cho'ng. Kelar yili 3-oyda maktabni bitirdi. U bu qitim Chushining ahvolini bilib beqish uchun keldi bo'g'ay. U Chushida g'olg'ol qo'zg'ishi mumkin, chunki bu yerdagilar texi bundoq chiroyli qizni ko'rib haqqini yo'q. Bu navbat begim ehtiyot qilmas bo'lmaydi. Bayram o'tibla cho'ng xonim bilan Ichiro Bagzodi keldi. Ichiro Bagzodi qancha yoshda ba? Sendan 1 yosh kichik. Begimning xiyoli nimadi bilmayman. Qandoq deysan? Begimning bir obdan qizi bilan o'g'li Botirg'uliq meni ortiqcha nimishqa ib ketmoqchi bo'lib qoladi. Ortiqcha dema undaq. Sen begimning qizi Ichiro bilan Riskoning qerindisisan. O'tirimizda osmon zamin farq bor. Men Sahra qizi, o'zimni qandoqmi uning bilan tang o'rinda qo'yaman? Seni xonim qatorida ko'rmaslik mumkin. Chunki sen To'qalning qizi. Shundaqdimi begimga hashqalli et. O seni o'z qo'li bilan yotliq qilaman dedi. Uqdingmi? Bu taptaningizning natijasi-ku deyman.
Nima degin bu? Qachon beshimni o'ngshab qo'yishga undigan bo'lg'aydingiz? Yo'q, gapni qilma. G'alati qarashtiring baka sen. Men baribir to'qalning qizi-ku, opa. Endi bundaq gaplarni og'zingga og'chi bo'lma. Kaurining xiyolidan Chushi vokzalida uchratgan ota bir ona boshqa ochsi Risko zodi ner ketmadi. Qarmoqqa u qiz yiqilishga bo'lmaydigan xarakteri ustun qizdek qilgan bilan, ammo qandoqdo qizdagi bir xil seri kuch Kaurini magentdek tortib turadi. Yengilmi yetib kelay deb qoldi. Furu Kausiji bir necha yoshna boshlab ularning uyiga kelib o'tinini yerishib berdi. Siji Kaurining opsining akasi edi. U Yerichu zavodini so'g'i bilan ta'minlaydi. U 18 yilning oldida Kaurining opsini Yerichu oilasiga malaylikqa tanishtirgan. Keyinchi uningga Bandakyo'bning ko'zi tushib, uni to'qalliqqa oladi. Uningdan Kauri tug'iladi. Xush kelibsiz, tog'a. Kauri, bu zo'r ish. Nima ish bo'ldi undaq? Xubsalik qilma undaq. Yerchini xo'jayinisini o'z qizim deb e'tirof qilib uyiga ep ketmoqchi bo'pti-ku. Ash uydan taloliq bo'lsang, cho'qim pulliq begzodin biriga yotiq bo'la olaysan. Uy jabduqing dönlib ketidi. To'yliq pulg'imi ko'p erisha olaysan. Bu gapni anglab, ko'zlarimga yosh keldi. Biroq bormayman deydi bu. Ha? Nemish qilmaysan, Kauri? Aqling dunbanga o'tib qolmagan sening. Bu osmondan tushgan poshkal og'zingni uyg'on ichib tursan, ish bitdi. Yana kelib ishlaymikin deyman, tog'a. U ishlayman deydi. Ishlayman deydi? Quruq xiyonlik qilma. Nima ishqa? Bu tepilmaydigan fursat. Japonim pulga setib olmoqchimisan? Ras. Bayramda Navoda begimni ko'rib qolsang, og'zing kagani jo'ylab yurma. Ayol kishining burchi uyni obdan tutish, sog'lom bola tug'ish. Baxt degan mana shu. To'g'ri. Anglasam seni velosiped minib yuriydi deydi, rasma. Kimning velosipedi u? Misining, men ishman shuning velosipedi degan. Bu ishni o'ylashib qil. Qiz bola shundaq birimlarni minib yursa satamasmi? Ha, gap topidi. Haras. Voleybol o'ynasangmi bo'lmaydi. Naynaqshib yurish uyat emasmi? Yana kelib yotib ketsa. Voleybol tanarkat turi badan chiniqtirdi. Bileklaring qo'polishib ketdi. Bo'ying o'sib ketsa yomon bo'ladi. Men qarg'ina 25 yil suvga yasab, hozir qisqish paqidek mangdigan bo'lib qoldim. Bileklarim qo'polib qolsa yotib bo'lamasmanmi? Beliqchilar diqqonga yotib bo'lasan shu. Menimi beliqchi ala tayin. Kauri, og'zingni eshitma. Sen bilmaysan. Diqqon bilan beliqchining xotini jafokash keladi. Jon tikib ishlamasa, jinini boqolmaydi. Voyjon! Voya! Shuni bo'lganda. Voyjon! Chiqsan kelaman. Voyjon, men tugashdim. Bir pochasi yuzimga tegib ketdi, voyjon. Nima deydigansan? Endi meni kim oladi? Men tugashdim. Kechiring. Chidab turing, Suyi. Chidang. Men qarab boqay. Hozir ishib qopti. Ishib qopti. Hech qisi yo'q. Saqib qilsin. Voy, voyjon. Voy, endi qanday qilay? Yangi yillik qavri supurishga mangan yo'l ustida Kaori bilan Royi Riskoni uchratdi. Risko go'yo ko'ch ko'rishga chiqqandek ko'rinadi. Uningga yo'l boshlab chiquvchi Jangyu zavodi ishchilar uyushmasining boshlig'i Kamiyama Xeyroku edi. Pa, bugun havo ajab yaxshi o'padi, ha? Ayla. Az qoldik. Ha, shundaq. Tezroq bo'lma, g'ayrat qilaylik, ha? Tez. Arshon sapidinglar. Ha? Hey, g'ayrat qilaylik, ha? Bosh.
Oy, sen de vakit yol boşlama. Nemişqa yo'lni boshqa tekmiz. Joyillik qilsa, qarabonni o'rib bizni rejimiga namsa. Ma gapni, nochi bo'lsang o'rib baqmamsa. Sizlar jonyu zavodidimi? Bosining bo'pti. Nima degan sesiq? Jonyu purqi nima degan sisiq? Jonyu purqi har holda beliqdi yaxshi. Albatta. To'g'ri dedimmi? Baylar yana tutilgan biliq. Chatda turinglar, chatda. Chat chiqib turgan biz emas, sizlar. Shu emasmi? Undaqda bo'lmaydi. Sizlarning tortayotganinglar beliq. Bizning orimizdagi bo'lsa odam. Onda hozir beliqimizni bulg'ab qo'ydi. Oo, shundaqmi? Amsa mushnaq turishib baqaylik qani. Bo'ladi. Odam uramsan teqi? Boshi. Bizni bo'lsa qaramda qama. Qani tikib qo'ydim, bo'shatmaymiz. 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 Men tushib ketay bo'ldi. Bu bizga ular yo'l bo'shatsin. Ular bo'shatsin. Biz hargiz bo'shatmaymiz. Nima degan satan qizchaq bu? Satan nima ekan bu? Men qarama. Belli. Konuşmakçısın ha? Nima qilmoqchi? Yo'qol, sen nima qilmoqchi? Aytgan nochida qilishma. Kira. Bo'ldi. Bugunkini bo'ldi qilib tayli. Mush beliqning banasida jininglar aman qag'ay. Beliq har holda jonuydan ses chiqmaskan. Mang'ayli. Esinga sapqi. Biz Togawadagi Yoshitaki oilasida chatso. Shoshiliq yeriga soldi. Qanday ilishqing bormi? Ha? Mang'ayli. Mang'ayli. Bosh. Bosh. Ishtirula. Xinen. Bo'ldi qiling. Bu qiling. Yoshlarning mijozi ishdik. Aytga buyurmag'aysizlar. Benim kechiring. Qarmamdiga jidalning oqibati mana mushu bo'ldi. Kechirgaysiz. Benim obdan o'ldiring. Kaori ulug' bir tindida uzab ketayotgan Reskoning keynidan so'z bilan ifodaliksiz bir xil intilish istigida qarab qoldi. Orif kuni Yerichu zavodining boshqaruvchisi Omiki Kaorining uyiga keldi. Buni cho'ng xo'jayini vatdi. Pulni o'tgan yildagidan ko'proq yevatdim deydi. Avar qildik sizni. Yana begim ana bola ishkanlarni yangi yilning 3-kuni ondan burun kelib bo'lsin deydi. Uqdim. 3-kuni atdigan soat 10da shundaqmi? To'g'ri. Yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Usuliq ichibmen. Rahmat. Ishim batdi. Bo'ldi. Sizni avar qilmay. Cho'ng xinim Yoshiyodan qachon kelgidek bildingizmi? Bunanga bir nim demayman. Davering, hech kimni tinmayman. 20-yillarning oldi kendi kelib qolamikin. Ondaqdan. Sizlarga ish chiqqidek emsa. Xenim qaytib kelgan o'xshamamdi. Men o qizni ko'rdim. Shundaqmi? Qancha zintirg'idek. Buni toz aniq uqmaydi ekanman. Yangi yilning 1-kuni Shuvaning 2-yiliga qadam qo'ydi. Har yili yangi yilning 1-kuni qaynam toshqinliqqa to'ladigan Banchu ibodatxonasida Taychuxonning vafoti sababidan kayfiyat sustlashib qolgan edi. Yangi yilni Kaori bilan opisi uyida yolg'iz o'tkazdi. Uy xizmatchisi Soi burunqi odat bo'yicha yangi yilni oilasidagilar bilan o'tkazish uchun uyiga ketgan edi. Kelar yili yangi yilni o'zim yolg'iz o'tkazadigan o'xshayman. Nimishqa? Men hech nega bormayman. Yana shunday gaplarni qilib yuraysan-ku. Sizni hargiz g'erib sindirib qo'ymayman, appa. Xotirjam bo'l, yolg'iz yashash, ko'ngillik. Navodi zerikib qolsam, tog'angning qishig'i boraman. Sen g'am qilma. Meni uydan chiqarib etishga ko'zingiz to'yt o'xshamamdi. Seni baldirroq baxtga erishsin deyman, ha? Men yotliq bo'lsam, sizni billa etgaydiman, appa. Yana joyliga o'tirding-ku. Im bo'ldi. Keyniga onasi kirib olsa, qizini kim oladi? Amisi oladigan odamga tegiman.
Men bir qararga kep boldum. Undaq ishni hergiz qilmayman. Özümni harqib nima kepdi? Undaq yaşıgandan yalğız yaşıganim tüzük. Degininiz to'g'ri emas. Qiynapsini xar ko'ygan er bilan hergiz uy tutmayman. Tova, bayramda ağzını üşütme. Men uchun ana hammadan muhim. Gepke hecep ustucumu sen. Çoşi, beliqchilik bilan Jangyu sanoati markazlashgan shahar. Bu ikki kasbni Ido davrida ayrim holda Vakayama bilan Yoshiliqla idora qilib kelgan edi. Ularning yangi texnikasi bu ikki kasbning taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Jangyu ishlab chiqarishga qishda illiq, yozda salqin, namxo'sh kalimat bos keladi. Çoşi bu kasbga eng muvofiq joy edi. Shunga Yoshioda Jangyu sodasi bilan shug'ullanib yurgan tijoratchilar Choshiga kelib yangi zavodlarni qurishga boshladi. Ular kuzdan qishgacha echitish uchun Jangyu undirmasini iskilotlarga qachilib oladi. Echig'icha bo'lgan arliqda kishilar Yoshioga qaytib oilasidagilar bilan jam bo'ladi. Shunga xo'jayinlarning mushu joyda zavod echishi tasodifiy ish emas edi. Tayshu zamoniga kelganda zavod egalari tijorat qulayligini ko'zda tutib, Yoshiodagi bazasini tashlab oila a'zolarini Choshiga ko'chirib keldi. Shuning bilan bu yerda aholi ko'paydi. Yeruchu otliq 11-avlod varis Bando Kyobi mana buning misolidir. Yıllar mübarek olsun. Fiyozu efendim. Geldiniz mi? Yeni yıllar mübarek olsun. Mübarek olsun. Her qaysilarini pat yo'qlab turamadim. Kavri, cho'p-cho'p bir qiz o'qibdi. Men kirib xabar qilib qo'yay. Do'konda birdan o'ltirib ketdim. Yo'q, uyda bir necha minut saqlab qolgan. Men ketib olay. Ma'qulamsa. Qani, marhamat. Sizni avar qildigan bo'ldik. Qani. Kelinglar. Yangi yılınız mübarek olsun. Qani, o'ltiringlar. Bu yildan boshlab Yeruchi shirkatga o'zgartirilmoqchi. Shirkatga? Xizmatlarni tijorat bo'limi boshqurdi. Menmo ishlab chiqarish bo'limiga mas'ul bo'ldim. Qiziq to'ylatamdi. Maza qilma. Efendim, bundan keyin ko'chada xalq bilan jidallashsangiz bo'lmaydi-jumi? Bu nima deganingiz? O'tganda temir yo'l ochiladi, haru so'rab ketayotgan beliqchilar bilan jang qildingiz-ku. Tova, buni nereden bildiniz? Şu çağcı cidelinin üstüge del kep qaptıkenmen. Siz necep kömöptümen. Siz helimi burunqidakli tetik turupsiz. Yo'q, hozir menda burunqidak jasorat yo'q. Men şu çağda xenimning tamkinligidan hayron qoldim. O'zimmo qo'rqib ketdim. Xenim qo'rqmay helimi beliqchining qo'lini silkibdi. Qaltis yurak ekan. Qandaqli bo'lmasin, cho'ng xo'jayinning qizi emasmi? Chiqib ketib anglasam, yoshi yo'liq cho'ng xenimga yangi uy beribdi-de. Kutubxonaning kayniga soldi. U uyning yog'ochlari esil. Tokio turlik mallar magazinidan nurg'un chiroyli uy saymonlarini oldi. Ular kasla uyga ko'chib kirgili bo'ladi. Xonim xo'sh bo'lib ketar. Kim biladi deysiz? Hey. Kim bo'ldi? Jim o'tirib arg'ingni ichmamsan. Araqni bor, ichib o'g'lim ne var? Nima? Bir idish araqni ichib bo'lishdingmi? Başlab bir amalni qilsangiz-chi. Endi qog'iniga Jangyu ichinglar. Jangyu ichmaymiz. Araq ichmaymiz, araq. Hey. Nima jidal qilsizlar? Chiqish bu yerdan. Bu yerda Sen kim bor her bilasizlar? kulağı o'rninsizga qilsam. Nimishqa? Ko'rib turibsan. Gerçi ular bayram qilib yurgani bilan hammasi musofir. Tushundingmi? Ma'qul. Sizlarni saqlatib qo'ydim. Kechiringlar. Marhamat. Kaori kichigida doim mishaga kelib o'ynaydi. Biroq qizlar maktabiga kirgandan buyon bu yerga kelishi texi tunji qitim edi. Chunki u dadasining 3 xotinlik ekanligini bilgachga, opasining ko'nglini og'irtishni xohlamaydi. Men Ro'yi. Kiringlar.
Yangi yılınız mübarək bolsun. Yeni yılınlar mübarek bolsun. Yaxşı kepsile. Kiringlar. Men asli uningga kimono kiydirib akilaydigan, biroq Yo'q. Mush kiyimi bo'pti. Kaoriga yarışıptı. Rahmat sizga. Elinglar. rahmat. Bu yıl bayram kızım edi. Bütün memleket xonga qarliq tutib yurgani bilan xalqlar shundaqdimi andimanda yetishib yuribdi. Ishga oldiq arich qo'ymadik, aroqni jim-jim ichib yurdik. Qani. Elinglar. Men ishmayman. Amisa tamoq eg'izdek, ko'ngling qaysin tassa shuni ye. Xo'p. Apang hamma gapni sana degandi. Biz bando jamiyati bu qatim ajdodlarimizning qabrlarini tashlab Yushiyodan Chushiga keldik. Cho'ng ayolim bilan bolalarim keldi. Men uni bilan maslahatlashib qo'ydim. Kaori maktabni bitirsila, mushu uyga aklib oldigan bo'ldik. Balam bo'lgandan keyin o'zimning qishida tursin. Nimishqa amdi? Buni so'rashning hojati yo'q. Bu burulla qaraqinib bo'lgan ish. Men Riskoni yaxshi ko'raman. Shundaqla Eichironi yaxshi ko'raman. Kaorini yaxshi ko'raman. Men hammadan Kaoriga kerak amroq. Chunki sen to'qilimdan bo'lgan qiz. Sana içim ağrıydı Kaori. Bu gipim rast. Üç balamның hammasini aytib olsam, ularning inoq ijil o'tganini ko'rib o'tirsam deb burundilla o'ylab kelib o'tatdim. Apam yolg'iz qolamdi? Elimo, o 7 yil. Apangning endi turding-ku, ha? Apangmo bir yarim yil chidab tur. Ungacha senmo yotliq bo'lasan. Apamning mendan boshqa bolasi yo'q-ku. Kaori. Begim seni mush uydan chiqaray davatıdı. Ko'nglim tushan Kaori. Undaq dema, undaq desen Kaori texnikajlik qilib turib oladi. Biroq Xama. Reskoni chaqirib qo'y. xo'p begim. Anglasam, Risko bu yil universitetni bitirgidek. Uni o'qitib, to'g'ri qilgan qilmaganimizga ochiq bir nima demayman. Ammo uningga muvofiq loyiha chiqib qoldi. Men amal qilamadim. Kaori bu ishda egiz past gaplarni qilib yuriydi. Kaori, gapimga kir. Endi bundan keyin sen mening qishimda tursan, men seni rozi qilaman. Bu mening o'tashga tegishli burchim. Uqdimi? Xo'jayin, mahalliy komiteti a'zosi Yushlikova apandi keldi. Birdam saqlab tursin. Muhim ishim bor deydi. Hozir ishim bor. Birdam saqlab tursin. Xudo. Men Yerichu zavodining xo'jayini bo'lish salohiyatim bilan hurmatga sazolar. Biroq hozirgacha hayotim Yushiyo bilan Chushi oralig'ida chepib o'tdi. Uchar qanot turmushni kechirib kelyapman. Mayli Yoshiyoda bo'lay, mayli Chushida bo'lay, ko'nglim zodi izig'i tushmay keldi. Ichim pushdi. Oilamdagilar bilan jam bo'lsam, turmushim ko'ngillik o'tsa deganni o'ylaydigan bo'lib qoldim. Albatta, sizlar ona bola ikkalami oilamning a'zosi. Bu qatim sizlarni akbilishga cho'nqotin qo'shildi. Endi men mo ishga o'tirliqcha chepib yurmaydigan bo'ldim. Men bundan xo'sh. Shunda xo'sh. Endiki gap Kaorini akbilishli qoldi. Ha? Marisko. Kira. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Sizlarning yangi yilinglarga muborak bo'lsin. Bularni tunib qo'y. Bu singlim, ismi Kaori. Men sana degan. Ay, salom be.
Yaxshimisiz? Men Furukawa Rui bo'laman. Uzundan beri dadingizni avar qilib kelyapman. Kaori Choshi qizlar o'rta maktabining 4-yillik o'quvchisi. O maktabga kirish o'ng'ay emas. Onunga bir maktabdan aran 3-4 o'quvchilar kira oladi. Sana nima bo'ldi? Gap qilsangchi. Nima ish gap qilmaysan? Hech nima bo'lmadim. Tegidek gapim yo'q. Aytsangiz ikkalarning orasida 3 yosh farq bor. Biroq chiroyinglar o'xshib ketadi. Endi Echiro kelsa o'yini ichi avatlashib ketadigan bo'ldi, ha? Xenim, amiralaringiz keldi. Mana. Ne görse? Dengiz boyiga sayliga boraman. Kaori'nin bir lapa. O yani Kaori pişik biladi. Sana yol başçı olsun. Yo'q, o'zim boraman. U qizga nima bo'lgandi? Bir ish ko'ngli kelib qoldimi? Yo'q. Yo'q. Reskono mijazi turaqsiz. Risiko meni ko'z gilmidi degandek qilib, Kaorining ko'ngli intayin yerim bo'ldi.